Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah va salatu vassalamu ala rasulilloh thumma ma ba'd. Birodarimiz savol beribdilar. Juda muhim savollardan. Hozirgi kunda tovuq go'shtlari zavodlarda so'yiladi va mana shu tovuqlarni so'yganda bir necha mingtasiga bir marta bismillah deb aytishlik bilan so'yiladi. Ya'ni bir tugmacha bosiladi, bismillah deb bosiladida, natijada bir necha minglab tovuqlarni mana shu apparat kallasini olib so'yadi. Bergan savoli mana shu go'shtlarni yeyishlik joizmi yoki taqvo qilish kerakmi degan ma'noda savol beribdilar. Avvalambor xuddi mana shu masala ulamolar o'rtasida xilofi bor. Ya'ni mana shu apparatlarda so'yishlik holati aynan siz aytgandek bir tugmachani bismillah deb bosishlik bilan barcha tovuqlarni bitta shu bismillah so'zi bilan so'yishligi joizmi, joiz emasmi, ulamolar o'rtasida ixtilof bor. Chunki odatda har bir so'yilingan hayvonga alohida bismillah so'zini aytib alohida so'yilishi kerak bo'lgan, lekin bu esa bitta bismillah degan so'z bilan minglab tovuqlar so'yildi. Bu narsa bu tovuqlarni halol qiladimi yoki yo'qmi degan masalada xilof bor. Ikkinchidan, mana shu apparatlar so'yishlik natijasida ba'zi o'rinlarda tovuqlar kallasini ko'tarib olishligi bilan ba'zi tovuqlar kallasi olinmagan holatda o'tib ketadida, qaynab turgan suvga tushib, natijada tiriklayin mana shu issiq suvda pishib qoladi. Yoki pishib qolmasa ham mana shu patlarini yulishlik uchun bu issiq suvda dimiqi o'lib qoladi. Natijada bu tovuq harom bo'lib qoladi, najosat bo'lib qoladi. Shuning uchun mana shu holatlarni hammasi o'rgangan holatda ba'zi ulamolar, xosatan Akram al-Buxoriy hafizahulloh aytadilarki, mana shu tovuqlarni yemaslik afzal. Biz buni harom deb ayta olmaymiz, chunki bunda xilofli masala. Lekin inson taqvo qilgan holatda mana shu zavodlardan chiqadigan tovuqlarni yemasligi taqvosi uchun afzal bo'ladi degan qovulni bizga ustozlarimiz aytishgan. Shuning uchun inson iloji boricha yoki qo'lda so'yilingan yoki o'zi so'ygan tovuqni yeyishlik afzal bo'ladi. Lekin qaytaraman, boshqa bu zavoddan chiqqan tovuqlarni yeyishlik harom deb biz ayta olmaymiz, lekin yemaslik afzal deb albatta ustozlarimizga ergashgan holatda aytamiz. Inson qo'lda so'yilingan uy tovug'ini olib yoki o'zi olib so'yishligi albatta afzal bo'ladi. Allohu a'lam.